Rozaning so'nggi kunida mamnuniyatga qo'yganida qanday she'r o'qidi. Hamma yigilgan. Rabindranath Shura aka esa har doimgidek Sadok Hosayning bilan she'r qiladi. Ammo bu safar hamma narsa Rod Rafiyaga Shura aka haqida nimalarni birgalikda ko'raylik. U sizning sevgi Rozaning so'nggi kunida mamnuniy u mendan nafratlanadi. Shura akalarnikiga emas, Shura akaramning holiga tushganida uning holida iftordan biroz oldin Mamuning uyining darvozasiga kelganida Shura aka Kozimga guli. Faqat Shura aka Rodga qora jamdonni Qashar aka, Odud aka va birozaning so'nggilar ham bor edi. Bu hayit mening kiyimimda ko'k rangli xalat bor edi. Hayitdan keyin yonimda esa Rafiya va Adiba edi. Onam, opam, amma hammasi ancha orqada edi. Adiba mening qo'limdan ushlab, sakrab-sakrab yurmoqda. Unga qaraganda bu sakrab yurish unga juda qiziq bir o'yin bo'lib tuyuladi. Darvozaga yaqinlashib, Shura akalarning yonidan o'tib ichkariga kirmoqchi bo'lganimda, qulog'imga Shura akaning ovozi keldi. Oho, ko'k osmonda quyosh chiqdi. Bu gap menga qaratilganligini aniq tushundim. Adibaning qo'lini tortib, uni to'xtatib, orqamga o'girilib qaraganimda, Rahimning boshiga bir tarsaki tushirib dedi. "Hoy, osmonda quyosh chiqmadi?" Shura akaning gapidan bola Rahim osmondan tushganday bo'ldi. Yuzini burishtirib dedi. "Doda aka, hozir kechga yaqin. Quyosh yo'q-ku." Uning gapiga javoban yana bir tarsaki yedi. Boshiga qo'lini olib, Shura akaga achchiq ko'z bilan qarab turdi. Shura aka loqayd ohangda dedi. "Quyoshni ko'rish uchun ko'z kerak. Senda yo'q. Qani, ket." Men yana bir bor unga qattiq tikilib, ichkariga qarab yo'l oldim. Orqadan amakivachchalarning noaniq shivirlari qulog'imga kelib turaverdi. "Shura aka, hozirgi kunda kimnidir ko'rib, siz biroz qo'rqayotgansiz. Nima gap? Shalasi. Tepmoq yemakchi bo'lmasang, indamay ket." Shura hech kimdan qo'rqmaydi, tushundingmi? Tushundim. Hammasini tushundim. Osmonda buncha tez-tez quyosh chiqib, biz qanday qilib sening shalang bo'lamiz? Hammasi ham oydin kechaday ravshan. Shura janob. Alif, to'xta tur. Bugun sen, ertaga men. Ularning gaplaridan juda uyaldim va jahlim ham chiqdi. Qo'pol odamlar. Lekin qo'pol bo'lsalar ham, axir mening amakivachchalarim. Shuning uchun ular bilan birga iftor qilishga majbur bo'ldim. Hamma qarindosh-urug'lar yigilib, odam juda ko'p edi. Ovqat stoliga sigish qiyin edi. Shuning uchun kattalar ayollar uchun oshxona, biz amakivachchalar uchun esa mehmonxonada ovqat tayyorlandi. Dadam va amakilar esa Mamuning tomidagi o'rindiqlarga o'tirishdi. Keling, men o'tirgan divanga yonimga Adiba o'tirdi, uning yoniga esa Shura aka. Oldingi va yon divanlarda qolgan amakivachchalar. Ba'zilar stul tortib qo'shilishdi. Iftor boshlanganidan biroz keyin Adiba mening yuzimga qarab dedi. "Rodapu nima yeyapsan?" Men dedim. "Xurmo yeyapman." "Sen nima yeyapsan?" Mening savolim unga yoqmadi shekilli. Shuning uchun javob bermay, Shura akaning yuziga qarab dedi. "Doda aka, siz nima yeyapsiz?" Shura aka bir nima demoqchi bo'lganida, oldingi divandan Alif aka dedi. "Adiburi, sening dodakangiz quyosh yeydi." Alif akaning javobidan Adiba qanchalik mamnun bo'lganini bilmadim, lekin Shura aka jahli chiqqan ko'z bilan qaradi. Ammo bu jahli uzoqqa bormadi, bir zumda boshini egib kulib yubordi. U bilan birga yana bir necha kishi kuldi. Va tushunmaganlar esa Rafiyaga o'xshab haq qilib bir oz tikilib turib, yana ovqatga berilib ketishdi. Men esa jim ovqat likopchasini olib, onamlar bilan qo'shilish uchun mehmonxona tomon yo'l oldim. Uyat va jahlim tanamga tolib ketgan edi. Ortimdan yana hamma kulib yuborganida, jahlim yanada oshdi. Ajab, tushunmadim. Ularning ishi yo'qmi? Faqat mening orqamdan tushadilar. Ridiculous. Oshxonaga kelib, kichik amaki, onamning kichik amakivachchasi ning 2 yoshli bolasini ko'rdim, aylanib yurib piyoz yeyapti. Uning oldida turib, shirin qilib kulib qo'ydim. Lekin unga mening kulgim yoqmadi shekilli. Kulgimga javoban u menga bir qancha jiddiylikni uloqtirdi. Mening amakimga o'xshab, ularning bolalari ham bir-biriga o'xshaydi, har biri o'ziga xos. Shuncha yoshda bu qanday oychanlik? Pastga egilib, uning yonog'iga qo'l uzatganimda, bir qo'li bilan uzoqlashib turdi. Ko'zlarida, yuzida shunday bir ifoda paydo bo'ldiki, go'yo juda yomon ish qilayotgandim. Men ham kam emasman, belimga qo'l qo'yib, qoshlarimni chimirib dedim. "Yaqin kel, aks holda uraman." Mening gapimga nimadir deb goldiradi. Qanchalik tushungan bo'lsam, uning ma'nosi bu edi. Meni Svat aka qutqaradi. Uning gapida Svatga qarab, yuzimni burishtirdim. U ham katta ishtiyoq bilan oldinga kelib, qo'llarini ko'tarib turdi, go'yo bu kichkina qo'lining qattiq tosigidan ota olmasligimni ko'rsatmoqchi. 3 yoshli bolaning bunday ishiga kulib yubordim.
Likopchani yon stolga qo'yib, Svotni 2 qo'limga olib dedim. Tomdan pastga tashlayman endi. Mening gapimga Svot xil-xil kulib yubordi, kichkina bolaning yuzi esa achchiqlandi. Chunki u tushundi, bu qizning qolidan qutulish juda qiyin bo'lishini. Ikkovining ham yonogidan qisib ovqat stoli tomon yurdim va o'ylay boshladim. Mening barcha amakilarimning o'gillari nega bunchalik oqtanli? Yigitlarga oqtanlilik yarashadimi? Umuman yo'q. Hammasi oq mushuk bo'lib tugilishgan. Iftorni tugatib eshik oldiga kelganimda onamlar namozga o'tirishgan, dadamlar esa birgalikda masjidga borishgan. Bolalar ichkarida yugurishyapti, Rafiya esa hojatxonaga ketgan. Men zinapoya panjarasiga suyanib osmonga qarab turibman. Ehtimol yomg'ir yog'adi, bugun juda ko'p chaqmoq chaqmoqda. To'satdan orqadan kimdir qo'limdan tortib oldi. Tochib orqaga qaraganimda Shura akani ko'rdim. Boshida toppi, yuzi juda mayin ko'rinadi. Meni jim turishga ishora qilib, tortib zinapoya tomon olib bordi. Men hayron bo'lib dedim. Qayerga olib ketyapsiz, Shura aka? Tomga. Namoz tugadi. Hamma uyiga qaytyapti, shuning uchun tomga chiq. Ajab. Hamma uyiga qaytsa, men nega tomga chiqishim kerak? U hech nima demadi. Meni tortib tomga olib chiqib, devor yonida to'xtadi. Toppisini olib, panjabaning cho'ntagiga qo'ydi va menga qaradi. Kiyimidagi oq ro'molning burchagini tortib, boshiga yopinchiq qilib, qoshlarini chimirib menga qaradi. Bir oz tikilib turib, normal ohangda dedi. Tamoman jin kabi ko'rinyapsan. Nega ko'p ko'ylak kiyding? Qanday yomon ko'rinadi? Sih. Uning gapida qoshlarimni chimirib qaradim. Lablarimni burishtirib bir nima demoqchi bo'lganimda, meni hayratda qoldirib, birdaniga peshonamdan o'pdi. Qulog'imga pichirlab dedi. Nazar tonib qo'ydim. Mening narsamga nazar tegishiman. Hayit muborak. Rot parcha. Bu gapni aytib, bir lahza ham to'xtamadi. Indamay tomdan tushib ketdi. Men esa xuddi osilib qolgandek o'sha yerda qoldim. Kechki soat 8 da qishloqqa jo'nab ketdik. Lockdown tufayli ish yopilganligi sababli amaki xotini va Shura aka ham biz bilan ketdi. Kechki soat 10 da uyga yetib kelganimda xina partiyasiga tushib qoldim. Kiyimimni o'zgartirmasdan xina qo'yishga o'tirdim. Kechki soat 11 atrofida xina qo'yishni tugatib, ayvonga chiqib o'tirdim. Shamolda bulutlar tarqalib, osmondagi ingichka oykamrang barglari orasidan ko'rinmoqda. Nam, sovuq havo ko'zimga, yuzimga uriladi. Kun bo'yidagi bandlik orasida endigina telefonimni qo'limga oldim. Fatebokga kirib, yuzlab bildirishnomalar bilan band bo'lganimda, birdan telefon qo'limdan tortib olindi. Yuqoriga qaraganimda yonimga dhab etib o'tirdi Shura aka. Charchagan ohangda dedi. 2 kun davomida telefonni olmaysan. Men hayron bo'lib dedim. Nega? Soat necha? 10:30. Qachongacha xina qo'yasiz? Dunyodagi hamma narsani unuta boshlading. Saviyasiz. Onamga yolg'on gapirib, shuncha vaqt kutib o'tirdim. Bu sening jazoing. Telefonni olmaysan. Ajab. Siz meni nega kutdingiz? Men aytdimmi? Hoy, men hamma narsani sendan ruxsat olib qilamanmi? Fojil qiz. Jim o'tir. Baribir, shuncha xina qo'yding, qo'lingda xina qani? Tamoman bosh. Men xina qo'ymayman. Nega? Xohlamayman. Sening xohishing bilan hech narsa bo'lmaydi, tushundingmi? Xina trubkasi qani? Nega? Ko'p gapirma, trubkani ber. Bu gapni aytib, og'zi u yoq bu yoqqa qarab, bir trubka xina topib, qo'limga xina qo'ya boshladi. Bir oz tortishib, uning jahli chiqqan ko'zlarini ko'rib, tinch qizdek o'tiraverdim va o'ylay boshladim. Ertaga bu qo'lni qanday yashiraman? Lekin meni hayratda qoldirib, ancha yaxshi gul chizdi. Albatta, bu mening qo'limga mutlaqo to'g'ri kelmadi. Bir oz chizib charchab, o'rnidan turdi. Panjabaning yenglarini shimarib, akasining xonasi tomon ketayotib dedi. Yostigingning tagida bir narsa bor. Ko'rgin. Uning ketishi tomon bir oz tikilib turib, lablarimni burishtirdim. Jahlimdan yiglagim kelyapti. Bu nimasi? Bir tomondan qo'limdagi bu bejiz chizilgan xina, ustiga aybsiz jazo. Voh, ajoyib. Aybsiz jazo va jazo evaziga telefon musodara. Dadam ham qilmaydigan ishni u bemalol qilib yuribdi. Disgusting. Uni bir qancha so'kib, uxlashga ketdim. Karavotda yotib, ko'rpachaga o'ralganimda Shura akaning oxirgi gapi esimga keldi. Uning gapiga binoan yostiqni ko'tarib, uning tagiga qaraganimda qora jamdani sari ko'zimga tushdi. Yonida oq qog'ozda ko'k siyoh bilan yozilgan bir xat. Mehmonxonada divanda o'tiribman. Nigohim biroz uzoqda o'tirgan Shura akaga qadalgan. Har doim kulgi va o'yin bilan atrofni jonlantiradigan odam bugun gamgin yuz bilan o'tiribdi.
U hayitdan keyingi kundan boshlab men bilan gaplashmayotganini men hayitdan 2 kun keyin tushundim. Hammamiz birgalikda daryo bo'yiga sayrga ketayotgan edik. Hammaning oyog'i yalang. To'satdan mening oyog'imga katta bir tikan kirdi. U Alif akalar bilan orqamizda edi. Meni va Rafiyani turib qolganimizni ko'rib pastga qaradi. Shura akasini ko'rgach, Rafiya achchiq ohangda dedi: "Aka, Rodning oyog'iga tikan kiribdi. Men olib tashlay olmayapman. Qo'rqyapman. Siz bir oz olib tashlab berasizmi?" Shura aka hech nima demadi. Juda ehtiyotkorlik bilan tikanni olib, indamay o'rnidan turib ketdi. Yuzimga bir marta ham qaramadi. Oyog'idan biroz qon oqayotgan edi. Shuning uchun Rafiya 2 qo'lini otga ishqalab qonni to'xtatdi. Lekin mening buning hech qanday ahamiyati yo'q edi. Men Shura aka haqida o'ylayotgan edim. Nega buncha jim? Shu paytgacha baqirib, boshimni eyishi kerak edi-ku. Unda hamma qayiqqa chiqib, shovqin boshlagach, bu oy boshimdan tezda chiqib ketdi. O'yladim, ehtimol shunchaki kayfiyati yomon. Lekin uning kayfiyatining yomonligiga sababchi ekanligimni yana 2 kun keyin bildim. Qishloq uyining orqa tomonida havo juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun hammamiz orqa tomondagi beton eshikda o'tirgan edik. Bir payt Alif aka dedi: "Rod, Rafiya, opalarim, bir oz guruch topchasini qilib keltiringchi. Hammamiz birga yeymiz. Achchiq-achchiq qilib keltir, muhit yanada qiziydi. Iltimos, bora qoling." Men va Rafiya bir qancha sokinib, guruch topchasini olib kelish uchun turdik. Biroz vaqt o'tgach, kosa guruchni olib kelib, hammaga berib, Shura akaning oldiga tutganimda, qo'lini bir siltab olib, o'rnidan turdi. Men va hamma hayron bo'lib qaradik. Nima o'ylab kosani qo'yib, uning orqasidan men ham turdim. Xonaga kirganimda eshitdim, Shura aka gapiryapti: "Ona, men uyga ketaman va bugun shu daqiqada ketaman." Amaki xotini hayron bo'lib dedi: "Nega? To'satdan nima bo'ldi?" "Hech narsa bo'lmadi. Men shunchaki uyga ketmoqchiman. Bu yerdagi havo menga chidab bo'lmaydi." "Lekin Shura, sening ammang yana 2 kun qolishimizni aytmoqda. Necha yildan keyin keldik, keyin hammamiz birga ketaylik." "Xo'sh, sizlar qoling, lekin men qolmayman. Ishim bor, ketishim kerak." Bu men uchun oltin imkoniyat bo'ldi. Baribir uyga ketish uchun baqirib yurgan edim, lekin yolg'iz deb ruxsat berilmagan edi. Endi bo'ladi. Onamga borib dedim: "Shura aka Maymansinkga ketyapti, men ham ketaman." Onam Shuraga kor, shuning uchun rozi bo'ldi, lekin Shura aka tosqinlik qildi. U meni olib ketmasligini aytdi. Hech qachon. Men turib olganimda, u onamga qarab jahli bilan dedi: "Amma, siz ham u kabi bo'lamisiz? U qiz odam bo'lib, men bilan qanday qilib keta oladi? U qayerda qoladi?" Onam hech o'ylamasdan hayron bo'lib dedi: "Qayerda qoladi deganding?" "Uyda qoladi. 3 kundan beri baqirib, qulog'imni yeb qo'ydi. Uni o'zing bilan olib ket, o'g'lim." Shura aka endi yanada jahli chiqdi. Og'zini bosib dedi: "Amma, uyda u yolg'iz qanday qoladi?" Endi amaki xotini dedi: "Yolg'iz qayerda? Axir sen bor-ku." "Vot, sizlar aqldan ozganmisizlar? Qanday qilib bunchalik beparvo bo'la olasizlar? O'z qizingizni har kim bilan yolg'iz jo'natasizmi?" Onam hayron bo'lib dedi: "Har kim bilan deganda, Shura, sen axir oila a'zolaridan birisan-ku." Shura aka sumkasini yig'ishtirib, aniq ovoz bilan dedi: "Men oila a'zosi bo'lsam ham, u bilan ketmayman. Iltimos, amma kattalar kabi o'ylang." Men tushundim, bu safar ham poyezd ketayapti. Shura aka bir marta yo'q desa, buni haga aylantirish qudrati faqat Allohda bor. Shuning uchun dadamni topib, uning bo'yniga osildim. Amaki va dadamni hissiy jihatdan majburlab, Shura akaga jo'natishdan ham foyda bo'lmadi. Uning bir gapi, meni o'zi bilan olib ketmaydi, tamom. Oxirida dadamning o'zi menga hamrohlik qilishga tayyor bo'ldi. Bundan tashqari, dadamning birdan ishi ochilgan, shuning uchun Maymansinkga borishi kerak edi. Shura aka endi hech nima demadi. Sherpurdan Maymansink 2 soatlik yo'lda u men bilan gaplashmadi, hatto qaramadi. Dadam bilan bemalol suhbatlashib ketdi. Ichimda jahlimdan portlayotgan edim. U mening usulimni o'zimga qo'llayapti. Hof smart. Uyga qaytgach, Shura aka o'z uyiga ketmoqchi bo'lsa ham, dadam tosqinlik qildi. Ammam qaytib kelmaguncha u biz bilan qolishini aytdi. Avval bir marta itoatsizlik qilgan edi, endi hech nima demadi. Biroz dadamni tushuntirishga urinib, rozi bo'ldi. Bu 4-5 kun men uchun dozax bir vaqt bo'ldi. Shu 5 kun ichida u men bilan bir marta ham gaplashmadi. Dadam bilan ozgina gaplashib, eshikni yopib qo'yardi. Ovqat vaqtida dadam bilan yeb, yana o'sha ishni qilardi.
Bu holat tobora men uchun chidab bo'lmas bo'lib borardi. Sabrning chetiga yetib, u bilan bir necha bor gaplashishga urindim, lekin har doimgidek muvaffaqiyatsizlikka uchradim. U menga e'tibor bermasdi. Men uning oldiga biror ish bilan borganimda ham jahli bilan qotib o'tirardi. Men tushunardim, lekin jahlining sababini tushunmasdim. Nihoyat, bugun onam, ammam hamma qaytib kelishdi. Shuraning boshida esa yangi bir fikr paydo bo'ldi. Uning gapi hozir lokdaun ochilgan, shuning uchun u Chittagonga ketadi. Shu haqda bizning uyda jiddiy suhbat ketmoqda. Amaki xotini iglab-iglab ohangda gapiryapti. Nima deyapsan bularni? Chittagonga ketaman deganding? Hozir universitet yopiq. Unda nega ketasan? On birdan keyin yana lokdaun boshlanishi mumkin. Mamlakatning bunday ahvolida seni u yerga qo'ymayman. Kechirasiz, ona. Lekin men ketaman deganimda ketaman. That's it. On birdan keyin lokdaun boshlansa, men u yerda qolaman. Amaki xotini endi yiglab yubordi. Amaki va dadam ming marta tushuntirishdi, ammo hech qanday natija bo'lmadi. Ertaga chipta olganini aytib, jahli bilan ketib qoldi. Men esa iyagimga qo'l qo'yib o'tiraverdim. Mening uchun buncha narsalar bo'layotganini o'ylab, yuragim siqilib ketdi. Lekin jahli nima edi? O'sha kun bo'yi oila-boylab ham hech narsa xayolimga kelmadi. Kechki payt ammam telefon qilib dedi. Rodu ona, assalomu alaykum ammam. Va alaykum assalom, Rodu, sen bir oz Shurani tushuntirchi. Mamlakatdagi vaziyat, bunday sharoitda u yerga borish qanchalik xavfli, o'zing tushunasan. Uni bir oz tushuntir, ona. Men xafagarchilik bilan dedim. Sizlarning gapingizga quloq solmayapti-ku. U yerda men kichkina odamman, mening gapimga quloq soladimi? Keyin korib tomdan tashlab yubordi. Amaki xotini baqirib dedi. Hech qanday bema'ni gapirish, Rodu. Bu hazillashadigan vaqtmi? Bilaman, u seni eshitadi. Hech bo'lmasa urinib ko'rasiz. Men bir nafas olib ichimdan dedim. Ha, shunaqa. Sen plan qil, o'sha jahldor ogling esa jahli bilan meni tomdan uloqtirsin. Ulasa, meni ulaydi, senga hech narsa bo'lmaydi-ku. Lekin og'zim bilan dedim. Mayli. Men aytib ko'raman ammam. Aytib ko'raman deganding. Hozir aytish kerak. Siz bizning uyga keling. Onangga aytaman. Tez kel. Men hech nima deyishga ulgurmay, amaki xotini telefonni qo'ydi. Oxirgi 2 hafta davomida men bilan gaplashmagan yigit endi mening gapim bilan Chittagonga ketishni bekor qiladi. Ishonib bo'lmas. Ko'ksimdan bir nafas chiqdi. Bir oz jim o'tirib, shkafdan kiyim chiqarib ketganimda Shura aka bergan sari kozimga tushdi. Nima o'ylab, sari kiydim. Yengil tayyorlanib chiqqanimda yana bir muammoga duch keldim. Onam, qo'rquvdan yuragim duk-duk urmoqda. Onam meni ko'rib qoshlarini chimirdi. Gamgin yuz bilan dedi. Bu sari qayerdan olding? Men biroz ikkilanib dedim. Aslida ona. Nima bo'ldi aytingchi? Bugun Soharning tugilgan kuni. Ertalabdan telefon qilib bezovta qilyapti. Siz uydan chiqishni taqiqlagan edingiz, shuning uchun bormayman deb o'yladim. Lekin ammam telefon qilib uyga kelishimni aytdi. Shuning uchun Soharni ham ko'rib ketay deb o'yladim. Uning uyi axir yo'l ustida. Yana Ashu va Happi kelishgan. Ketaymi? Onam hech nima demadi. Men xaf deb yugurib chiqib ketdim. Aks holda yana sari haqida so'rasa, nima deyman? Lekin taqdir yordam bermadi. Amakimning uyiga borgach, eshikni ochganimda ammam ham o'zining ajoyib go'zal yuzidan bu dahshatli savolni berdi. Rodu, bu sari qachon olding? Ajoyib ekan. Onangning tanlovi yaxshi ekan. Men yana avvalgi javobni ko'chirib qo'yib dedim. Shura aka qayerda? Shura tomda. Oh, yaxshi. Ko'rib kelaman. Ammam birdan qo'limdan ushlab dedi. Sen oxirgi umidsan, ona. Uni bir oz rozi qil. Agar rozi qila olsang, nima xohlasang, o'sha beraman, promise. Kulib qo'ydim. Ammamning qo'lida qo'limni qo'yib dedim. Tomdan jonim bilan qaytib kela olsam, unda so'rayman. Sizning o'g'lingiz. Mening gapimga ammam kulib yubordi. Dedim. Hoy, bunaqangi gapirma. Mening o'g'lim jahldor bo'lsa ham, u senga qo'l ko'tarmaydi. U senga hech bo'lmasa biror narsa qilmaydi. Kulib dedim. Qilmasa yaxshi. Allohga ishonamiz. Ammam kuldi. Men indamay tom-tomon yo'l oldim. Zinapoyaning bir poygasidan ikkinchisiga qadam qo'yarkanman, yuragim aytdi. Rod, yugur, u yerda xavf belgisi turibdi. Borma, borma. Yuragimga quloq solmay, borishga majbur bo'ldim. Tom eshigida turib, bir necha marta kuchli nafas olib, unga qarab yurdim. U qarama-qarshi tomonda turibdi. Uning kiyimida oq futbolka va 3 chorak shim.
Uning yoniga borib turganimda hamma narsa chalkashib ketdi. Nima demoqchi bo'lganimni unutdim. Shura aka esa avvalgiday turibdi. Bilaman, tomga qadam qo'yganimda u kelganimni tushungan edi, lekin bir qimir etmadi. Oyog'imdagi qongiroq tovushi boshqacha ekan. Bu tovush go'yo rod deb uning quloqiga eshitiladi. Bu gaplar bo'lmagur gaplarday tuyulsa-da, u qandaydir tushunadi. Hamma gaplarni chalkashtirib birdaniga dedim. Kechirasiz. Shura aka shu paytgacha oldinga qarab turgan edi. Endi boshqa tomonga yuz o'girdi. Men ham kam emasman. Boshqa tomonga yugurib borib, uning yuziga qarab turib dedim. Yana kechirasiz. U yana yuzini o'girib oldinga qaradi. Mening ham gazabim keldi. Tom panjarasida qo'yilgan uning o'ng qo'lini tortib olib, uning ro'parasida panjaraga siqilib turib, yana qo'lini panjara ustiga qo'ydim. Bunday ish qilganimdan keyin ham u menga qaramadi. Shunday qiyofa qildiki, hamma narsa normal. Men bir oz qoshlarimni chimirib turib, jilmaygan yuz bilan dedim. Qora sari menga qanday ko'rinadi? Opam aytdiki, go'yo afsunli ko'rinaman. U endi menga qaradi. Bir ko'z tashlab, boshqa tomonga qarab dedi. Tamoman jin kabi ko'rinadi. Oy nurida jin. Kulib yubordim. Jahli biroz pasayganini tushundim. Mayin ohangda dedim. Jahli chiqqanmisiz? Bu gapni eshitgach, u ketmoqchi bo'lganida futbolkasining yoqasidan us. Shura aka shu paytgacha oldinga qarab turgan edi. Endi boshqa tomonga yuz o'girdi. Men ham kam emasman. Boshqa tomonga yugurib borib, uning yuziga qarab turib dedim. Yana kechirasiz. U yana yuzini o'girib oldinga qaradi. Mening ham gazabim keldi. Tom panjarasida qo'yilgan uning o'ng qo'lini tortib olib, uning ro'parasida panjaraga siqilib turib, yana qo'lini panjara ustiga qo'ydim. Bunday ish qilganimdan keyin ham u menga qaramadi. Shunday qiyofa qildiki, hamma narsa normal. Men bir oz qoshlarimni chimirib turib, jilmaygan yuz bilan dedim. Qora sari menga qanday ko'rinadi? Opam aytdiki, go'yo afsunli ko'rinaman. U endi menga qaradi. Bir ko'z tashlab, boshqa tomonga qarab dedi. Tamoman jin kabi ko'rinadi. Oy nurida jin. Kulib yubordim. Jahli biroz pasayganini tushundim. Mayin ohangda dedim. Jahli chiqqanmisiz? Bu gapni eshitgach, u ketmoqchi bo'lganida futbolkasining yoqasidan ushlab to'xtatdim. Bir qo'limni uning yelkasiga qo'yib, boshqa qo'lim bilan uning sochlarini tarab dedim. Hech qimir etma. Men aytmaguncha bu yerdan ketishga urinsang, xabar bor. Maylimi? Aytingchi, jahlingizning sababini aytmasangiz, qanday tushunaman? U mening bunday qilishimga bir oz hayron bo'lib qaradi. Bir oz vaqt o'tgach, qoshlarini chimirib, tishlarini qisib, ikki qo'li bilan meni panjara bilan orasiga oldi. Men o'yladim, mana bugun mening kunim tugadi. Albatta, meni tomdan tashlaydi. Lekin yo'q, u bunday qilmadi. Jahli bilan dedi. Sani senga berdimmi yig'ishtirib qo'yishing uchun? Hayit kuni nega kiymading? Uning gapini eshitib hayron bo'ldim. Shu kichik sababga shuncha drama qilganmi? Tasavvur qila olasizmi? Hayron ohangda dedim. Shu kichik narsa uchunmi? U xafagarchilik bilan dedi. Bu kichik narsami? Senda hech qanday tasavvur yo'q, qancha qiynalib, necha do'konlarni aylanib bu sani sotib olganimni. Lockdown oldingi so'nggi 2 oylik repertorlik pulim shu sari uchun ketgan. Vaholanki, sen hech ahamiyat bermading. Men bir oz hayronlik bilan unga qarab turib, kulishimni bosib dedim. Yaxshi, kechirasiz. Bundan tashqari, qanday qilib kiyardim? Agar hamma so'rasa, sari qayerdan olding, unda nima deyman? Sih. Qanday noqulay holat bo'lardi. U avvalgidek lablarini burishtirib dedi. Bo'lsa-chi. Kulib qo'ydim. Uning qo'lini olib, ro'parasidan chetga chiqib, bir nafas yengil tortdim. Bir oz jim turib dedim. Ertaga chittagonga ketyapsiz? U oldinga qarab turib dedi. Yo'q, ketmayapman. Endi ketkim kelmayapti. Ketish juda muhimmi? Kulib dedim. Ketishingiz muhimmi? Bilmayman, lekin mening uyga ketishim juda muhim. Taxminan 8:30. Bu gapni aytib, pastga qarab yurganimda orqasidan dedi. To'xta. Yolg'iz ketma, men olib boraman. Pastga tushib ammam bilan ko'rishganimda ammam so'radi, rozi bo'ldimi? Ko'z ishorasi bilan ha degach, ammam meni quchoqlab oldi. Tabassum bilan dedi. Demadimmi? U seni albatta eshitadi. Endi bo'ldimi? Men hech nima demoqchi bo'lganimda orqadan hayron ohangda Shura aka dedi. Ona, bularning hammasi sizning planingizmi? Shuning uchun bulutsiz yomg'ir qanday yog'ishini o'yladim. Bu gapni aytib, menga jahli bilan qaradi. Uning ko'zlari baqirib turardi. Bugun sening xabaring bor, Rod, yo'q are gone. Uf, eng so'nggi daqiqada yana tushib qoldim.
Ayblanayotsa ofitser, ammam esa qanday baxtli kulib turibdi. Chidab bo'lmas. Kechki soat 10:17. Kiyinish stolining oldida jim o'tiribman. Mening ancha orqamda karavotga oyoqlarini olib o'tirgan dadam. Yonida moydonasi. Juda diqqat bilan boshimga moy suryapti. Men oynada dadamni ko'rib jilmayaman. Hayotimda dadam bu ishni faqat men bilan qilganini ko'rganman, ehtimol uyning kichik qizi bo'lgani uchun shunday qilar. Opam yon stulni tortib o'tirib, telefonda yozayotganida, shu payt juda vazmin bir yigitdek xonaga Shura aka kirdi. Uni ko'rgan zahoti jahlim chiqdi. Bundan kech ham togri kelib bizning uyga keladi. Fojil bola. Ammasining uyi bo'lsa, boshini sotib olmoqchi kerak. Endi ancha yomon gaplarni aytib boshimni og'ritadi. U mening yonimda karavot yonidagi stolga o'tirdi. Dadam bilan salomlashib, menga qarab dedi. Voy dunyo. Yana nimani ko'rsatasan, Rodu? Opasi kiyimini togrilayapti. Akasi o'z telefonini berayapti. Dadasi boshiga moy surib, orim bog'layapti. Onasi ovqat likopchasini olib turibdi. Tamoman yalqovlik. Seni ko'rib o'ylayman, bu dunyoda yagona onaning qornidan kelgan sensan, qolganlari esa osmondan tomchilab tushgan. Uning gapidan jahlim g'oyat darajada oshdi. Dadam oldida bir nima deyishga ham jur'at etolmayapman, chiday ham olmayapman. Qanday muammo? Oynaga qaradim, dadam jilmayib turibdi. Men lablarimni burishtirib o'tiribman. Jimligimni ko'rib, Shura aka yana imkoniyat topdi. Biroz qimirlab dedi. Ammaki, siz bu qizingiz bilan juda katta muammoga duch kelasiz. Uning gapiga dadam qoshlarini chimirdi, keyin jilmayib dedi. Nega o'g'lim? Dadamning jilmayishini ko'rib, u ishonch topdi. Mening hamma amakivachchalarim dadamdan ancha qo'rqishadi. Titroq qo'rquv degani shunaqa. Qo'rqmaydiganlar qatorida men va Shura akamiz ikkalamiz ham Qaysarning choqqisi. U sochlarini orqaga surib dedi. Yo'q, ma'nosi. Sizning haddan ziyod ardoqli, husnli qizingizga kuyov izlash ancha muammoli ish emasmi? Unga 5 xislatli kuyov kerak. Uni tartibga keltiradigan, uni yedirib-ichirib, boshiga moy surib, orim bog'laydigan, telefon kabi hamma narsasini beradigan. Ustiga yana ishlab, ovqat beradigan. Bunday yigitni hozir topish mumkinmi? Qanchalar qiyin. Dadam esa diqqat bilan sochlarimga orim bog'layotgan edi. U tomonga qarab bir nima demoqchi bo'lganida opam tishlarini chiqarib dedi. Nima gap, Shura aka? Rod uchun qayg'urib kechasi uxlay olmayotganga o'xshaysiz. Uning seriali ancha kech. Oldida turgan opachilarni qo'yib, orqasiga buncha e'tibor. Uxum sirlangan hid sezyapman. Opamning gapiga u xafa bo'ldi. Yo'talib menga qaradi. Men tishlarimni chiqarib, yaqindan kulib qo'ydim. Yaxshi bo'ldi. Opam juda to'g'ri javob berdi. Endi zidanni tushun. Shura aka og'zini bosib dedi. Aha, hech qanday shubha yo'q. Ammaki ko'rdingizmi? Ruhining gapi qanday chiqdi? Buni tezroq uylantirib xalos bo'ling. Men Rod uchun qayg'uryapmanmi? Men ammaki uchun qayg'uryapman edi. Sizlarni uylantirish uchun onangiz buncha qiynaladimi? Sizlar tinch, odobli qizlarsiz. Kuyov keladi, olib ketadi, lekin bizning Rod unday emas. U kuyovini to'y kunida ham yiqitib qo'yishi mumkin. Shuning uchun aytyapman, ammaki, Rodni qarindoshlar orasiga uylantirgan ma'qul emasmi? U haqida hamma narsani biladigan. Aks holda, kuyov birinchi kunning o'zida qochib ketadi. Uning gapi tugashi bilanoq opam yana tishlarini chiqarib dedi. Shura aka gapi to'g'ri, dada. Shunday bir yigitni topish kerak, Rodga zirak sotib beradigan, oyog'iga qo'ngiroq taqadigan, qo'liga atirgul gulchambarni tiqadigan, tanasiga moy sepadigan va ovqat pishirib beradigan yana. Shu paytga kelib Shura aka yana yo'talay boshladi. Opamga baqirib, indamay qo'yib, dadamga qarab biroz kuldi. Ikkilanib dedi. Yo'q, ma'nosi. Ruhi hech qanday yomon gap aytmadi. Bunday narsalar yigitlarda bo'lishi mumkin. Atrofda qarindoshlar orasida qancha yigit? He. Shular orasida bu sukutda qolgan qobiliyatlar mavjudmi? Endi men qoshlarimni chimirib qaradim. U nimani nazarda tutyapti? Oynaga dadamning yuziga og'rincha qaradim. Dadam jilmayib turibdi. Sochlarimga tasma qo'yib, orimni oldimga tashlab, Shura akaga qarab dedi. Qarindoshlar orasida kimni nazarda tutyapsan, Shura? Kimni nazarda tutsang ham, keyin ko'ramiz. Qizim juda kichkina, avval katta bo'lsin, keyin o'ylarmiz. Bu gapni aytib, xonadan chiqib ketdi dadam. Bir oz vaqt o'tgach, quloqiga telefon tiqib, boshini chayqab, kulib, opam ham chiqib ketdi. Ehtimol Araf aka qo'ng'iroq qilgandir. Aha, qancha muhabbat. Shura aka endi karavotga o'tirdi. Oyog'i bilan kursini aylantirib, meni ham og'ziga qaratib oldi-da dedi. Sening dadang va sen ikkalang ham Gitler.
Qanday qilib buncha katta qiz yana bola bo'ladi? 18 yil bemalol o'tib ketdi. Mening yoshim nechida? 24. Sening dadangning hisobida men ancha kichkina. O'zi 22 yoshida uylangan. 24 yoshida otib olgan. Mening ishimda esa biz go'dakmiz. Hayron bo'lib unga qarab, ko'zlarimni katta qilib dedim. Siz uylanmoqchimisiz? Siz uylanmoqchimisiz deganding? Men uylanmayman demoqchimisan? Mening uylanish yoshim yetmaganmi? Men buni qachon aytdim? Hayron bo'lib, men shuni aytyapmanki, siz hozir magistrlik o'qiyapsiz, hozir. Xo'sh, men magistrlik o'qiyotganimga dadang nima deydi? Magistrlik o'qiganing bilan uylanish mumkin emasmi? Sen va dadang bir xilsizlar. Ikkovingizning ham mening uylanishim haqida buncha bosh og'rigingiz nima? Hey, nima istaysiz? Men uylanmay doim boydoq qolaymi? Biz buni qachon aytdik? Sizning uylanish istagingiz bo'lsa, uylaning. Faqat bir marta. Xohlasangiz 1000 marta qiling. Bizga nima? Nega gap-gapga dadamni ayblaysiz? Ayblamasam nima qilay? Sizning dadangizdek qaynotak. Ega bo'lish uchun masjidlarda jalebi tarqataymi? Dumbaqash. Yana nega 1000 marta uylanishim kerak? Sen meni xarakterli emas deb o'ylaysanmi? Sening dadang va sen meni hozir xarakterli emasligimni isbotlamoqchimisiz? Ajab. Men qachon sizni xarakterli emas dedim? Va dadamga o'xshagan qaynota deganda nimani nazarda tutyapsiz? Dadam haqida hazillashmang dedim. Ha, otasiga mehribon. Men esa nima uchun otang haqida hazillashishim kerak? Men o'z qaynotam haqida hazillashyapman. Bu gapni aytib, biroz kulib, bir tortilishda o'ng oyog'imni tizzasiga oldi. Oyog'imning o'rtacha barmog'iga oq, qalin uzukni taqib, yana oyog'imni astoydil joyiga qo'ydi. Panjabaning yengini to'g'rilab, o'rnidan turib yana dedi. Buni yechsang bir tarsaki bo'ladi. Dadangning puliga sotib olmaganmanki, yechib qo'yasan. Yana ha, dadangga ayting, mening jonim bilan bunday tortishmasin, aks holda uni ham olib ketaman. Bu gapni aytib, shishirmalab chiqib ketdi. Men ha deb qarab qoldim. Bir oyog'imga qarayman, bir uning ketishiga. Dadam uning jonini tortib olmoqchi deganding? Nima dedi u? Kechki soat 6:20. Hamma iftor tayyorlashga band. Uyda tantanavor muhit. Karantinning mayusligi bizga umuman tegmagandek. Ona, amaki, ammam hamma kelibdi. Bugun birgalikda iftor qiladi hamma. Aytganda iftor partiyasi. Opam va onam ovqat pishirishga mas'ul. Men bu narsaga yordam beryapman, xolos. Rozada biroz holdan to'yganman desa bo'ladi. Mendan ham holdan to'ygan holatda Zarif. Bechoraning hayotidagi birinchi roza shu. Ammam qancha tushuntirgan bo'lsa, hozirgacha uni tetiklab kelganini Alloh biladi. Adiba va Zarif ikkalasi Shura akasining bo'yniga osilib qolishgan. U esa ularga galati hikoyalar aytib beradi. Roza tutsa, Alloh buncha suvga berishini, shoh saroyini berishini tushuntirib ham Adibani roza tutishga rozi qila olmagan. Qaysi qiz shoh saroyining ma'nosini tushunsa, unga shoh saroyining orzusi bilan nima foyda? Akasining qo'lida bir nechta nim daraxtining shoxlari turibdi. Shuncha misvok orasidan qaysi biri bilan tishlarini tozalashni qaror qila olmaydi. Mehmonxonada katta bir toshak tashyapman. Hammamiz birga yerga o'tirib yeymiz, bu dadam va amakining buyrug'i. Ularning asosiy prinsipi, bizning aslimiz qishloqning tuprog'i bilan aralashgan, shuning uchun biz ham qishloqchilik bilan aralashib yashashimiz kerak. Hamma narsa unutiladi, lekin an'ana unutilmaydi. Shura aka bir oz uzoqda divanda o'tirgan edi. Meni ketayotganimda orqasidan chaqirdi. Ixtiyorsiz uning oldiga borib turganimda qoshlarini chimirib dedi. Muammong nima, aytingchi? Menda yana qanday muammo? Hayron. Muammo bo'lmaganida mening oldimda aylanib yuribsan? Nima gap? Mening rozamni buzishni plan qilyapsanmi? Sen mening hayotimda Gitler rolini o'ynayotgandaysan. Uning gapidan jahlim chiqdi. Shunday ochlik qaynosiga bir yana bema'ni yopishib oldi. Biroz bezoftalik bilan dedim. Shura aka, siz o'zingizni nima uchun buncha muhim deb o'ylayapsiz? Dunyoda boshqa ishim yo'qmi? Sizning oldingizda aylanaylik ko'rmayapsizmi? Toshak tashayotgan edim. Mening kelib ketishim bilan sizning rozangiz nega buziladi? Albatta buziladi. Qiz degani buzuqlik. Ularning uchun hayot buzuq, vaqt buzuq, pul buzuq, roza buzuq, hamma buzuq. Qara, iftorga yana 11 daqiqa qoldi. Shu 11 daqiqa ichida mening oldimga kelma. Va bu qo'ngiroqning asabiy tovushini ham butunlay qilma. Tushundingmi? Jahlimdan boshim yorilayapti. Qiz degani buzuqlikmi? Shuncha haqorat. Jahlimdan puflab bir nima demoqchi bo'lganimda u menga qarab Zarifga dedi. Zarif, eshit.
Qizlardan doim 10 qadam uzoqroq tur. Qiz degani muammo, tushundingmi? Mana qara, oldingdan otadi, ularda yetarli motiv bo'ladi. Bunaqangi narsalarni bejiz qilmaydi ular. Motiv nimasi, Doda aka? Motiv bu maqsad. Keyin eshit. Uni o'rtada to'xtatib, Adiba qoshlarini chimirib dedi. Doda aka, maqsad nima degani? Endi men kulib yubordim. U bezoftalik bilan dedi. Ikkuvingizga bir nima aytish uchun meni lugat bilan otirishim kerak, tushundingmi? Adiba yana ishtiyoq bilan dedi. Doda aka, lugat nima degani? Lugat degani bir kitob. Agar yana bir savol bersang, sendagi shokoladni kesaman. Hammasini Zarifga beraman. Zarif esa, nega buncha savol berib, qizlar oldida obro'ordi yo'qotyapsan? Jim hamma savollarni eslab qol, iftordan keyin indamay unga javob beradi. Mayli, Doda aka. Yuzini burishtirib, shu paytgacha toshak ustidagi hamma ovqat tayyor bo'ldi deyarli. Oyogimdagi qo'ngiroq ancha yechilib qolgan edi, uni taqish uchun stolga oyogimni qo'ydim. U yerga qaraganida, qiziqib barmog'imga ishora qilib Adiba dedi. Bu nima, Doda aka? Shura aka qoshlarini chimirib oyogimga qaradi. Keyin sovuq ohangda dedi. Bilmayman, tanimayman. Men buni olaman. Lablarini burishtirib. Olasanmi? Olmaysanmi? Dunyodagi hamma narsani qo'liga tutkazib qo'yilsa ham, sening nazaring faqat o'sha tomonda. Siz hamma opalar bitta xilsiz, qaysarning choqqisi. Qidirib oyoq uzugini topib qo'yibdi. Qanaqa aqllisiz? Bu gapni aytib, jahli bilan menga qarab dedi. Hoy, ketasanmi bu yerdan? Yoki qulogining ostiga uramanmi? Men yuzimni burishtirib ketayotganimda orqasidan uning ovozi eshitildi. U Adibaga oyoq uzugining zararli tomonlarini tushuntiryapti, uni olsa, qancha katta zarar bo'lishi mumkin. Shuning uchun uning suhbati asosiy narsa. Lekin kichkina Adiba buncha mantiqni tushunsa-chi? Uning ham savollarining oxiri yo'q. Shura akasining yuz holati onajon, yiglab omon qol tipida. Nihoyat, iftor vaqti keldi. Shovqin-suron bilan iftorni tugatib, qo'l yuvishga ketayotganimda yonma-yon turib, u dedi. Siz hamma opalar bunchalik xavfli ekansiz. Buning o'rnini men olaman, tushundingmi? Mening bolamni bundan ham xavfli qilaman. Keyin qo'lida savollar ro'yxatini tutkazib, Adiba va Zarifning to'yiga o'tkazaman. Tun bo'yi o'tirib, savol berishadi, yaxshi bo'lmaydimi? Uning shunaqa bolalarcha gapiga xil-xil kulib yubordim. U biroz jimgina tikilib turib dedi. Seni bunday tishini chiqarib kulishni taqiqlagan edim. Kulma umuman, og'zingni yop. Men bosh irgab og'zimni yopib kulganimda yana dedi. Mening shahzodaga sening hamma yomon xususiyatlarini o'rgatasiz, Rod. Bu vazifa senga, Toliq sening karbon nusxang bo'lishi kerak. Kerak. Bu gapni aytib, mening ro'molimni tortib, qo'lini artib, namozga ketdi. Men esa orqasidan ketayotganiga indamay qarab qoldim. Bu indamay qarashda hamon qancha savollar, qancha javob kutish. Kechki soat 8 yoki 9 chamasida tomning bir burchagida turibman. Yonimda Rafiya. Rafiya mening ammamning qizi. Qanchalik go'zal bo'lsa, shunchalik oychan. Lekin men bilan unchalik oychanlik qilmagani uchun undan hech qanday e'tirozim yo'q. Tomda chiroq yonib. Rafiya qorong'idan qo'rqadi, shuning uchun bunday. Aks holda men hech qachon chiroq yonib turganda tomda turmayman. Ikkalamizning suhbatimiz mavzusi kollejning ingliz tili o'qituvchisi. Uni ko'rgan hamma qizlar yaxshi ko'radi. Mening fikrimcha, mamlakatdagi hamma kollejlarda bir dona o'qituvchi bo'ladi. Qaysi tomonga qizlar ha qilib tikilib, ha-ho qiladi. Suhbatimiz qizigan paytda Tomga Shura aka keldi. Kiyimida yam-yashil panjaba, yenglarini tirsagigacha shimargan. Bir qo'lida bir kitob va bir nechta atirgul, Hasanxon va yana nimalarni bilmayman, boshqa qo'lida boshidagi toppini mahkam ushlagan. Oldimga kelib turib tezda "Hoy, Rodu, ona bir kitob so'rayapti, nima deyishini bilmayman", peshonasini chimirib. "Oh, ha. Bor channing fazilati yoki biror narsa. Qani, yugurib borib kitobni olib kel fast. Onamga ayting. Menga nega aytyapsiz? Men hadis kitoblarini o'qimayman-ku. Sen o'qimagan bo'lsang ham olib kelib bo'lmaydimi? Men ham o'qimayman, lekin olib ketyapman-ku. Onam namoz o'qiyapti, sen olib kel. Hozir bo'lmaydi. Rafiya bilan suhbatlashyapman, siz borib olib keling." Shura aka endi Rafiyaga qaradi. Jilmayib dedi. "Rafiya ekan, qandaysan? Payqamabman." Shura akaning gapidan Rafiya osmondagi oyni topganday bo'ldi. Xursand bo'lib dedi. "Ha, aka, yaxshiman. Siz qandaysiz? Qanday yaxshi bo'lay? Dunyoda sening opangga o'xshagan, menga ishora qiladi, bir odam bo'lsa, u dunyoda yaxshi bo'lishning iloji yo'q. Tamoman fojil xotin.
Rafiyaning xursandchiligini ko'rib, jahlim chiqib ketgan edi. Endi uning gapiga jahlimga bir chelak yog' quyganday bo'ldi. Uni chaynib yeb qo'ygim kelyapti. Uning gapini eshitib, Rafiya xursand yuz bilan dedi: "U biroz shunaqa, aka. Hamma bir xil bo'lmaydi-ku. Uning gapini qo'ying. Siz avvalgidan ham chiroyli bo'lib qolibsiz", aka jilmayib. Rafiyaning gapidan jahlim boshim aylanayotganday bo'ldi. Shura aka bu gapni eshitib, bir marta menga og'rincha qaradi va yo'talib yubordi. Zo'rga og'zini bosib, o'zgartirilgan kulgi bilan dedi: "Sen ancha katta bo'lib qolibsan, opa. Oxirgi marta ko'rganimda ancha kichkina eding. 7-8 sinfda o'qirding." "Ha, aka." Uyalib hamma bir gapni aytadi. Men avvalgidan chiroyli bo'lib qolibman. Shura aka kuldi. Menga qarab dedi: "Hoy, Rodu, yur, iltimos. Kech bo'lmoqda." Men hech qanday javob bermay, qo'llarimni buklab panjaraga suyandim va boshqa tomonga qaradim. Qoshlarim biroz chimirilgan. Negadir qattiq jahlim chiqdi. Mening javobimni kutmasdan yonidan Rafiya so'rab qo'ydi: "Aka, sizning qo'lingizda buncha gul nima?" "Oh, bularni Tita opa bergan. Titining oldida bir kitobim bor edi. Kitobni olgani borganimda Tita opani ko'rdim. Tomda gulzor qilibdi, o'sha yerdan gul berdi. Vau, gullar juda chiroyli ekan. Atirgullarning rangi juda yaxshi. Men olsam, olma, mayli ol." Bu gapni aytib 2 gulni uning qo'liga berdi Shura aka. Tabassum bilan menga qarab, birdaniga Rafiyaning qo'lidan gullarni tortib oldi. Rafiya hayron bo'lib dedi: "Nima bo'ldi?" "Yo'q, ma'nosi. Gullarni tashqaridan olib keldim-ku, koronavirus bo'lishi mumkin. Bularni olishning hojati yo'q. Aka bo'lib, opasining bunday katta halokati sababchi bo'lolmayman, shunday emasmi? Bu mening yonimda qolsin." O'zgartirilgan kulgi bilan, bir nafrat qarash bilan unga qarab yo'l oldim. Maqsad pastga tushish. 2 qadam bosganimda oyog'imdagi qo'ngiroq yechilib tushganini tushundim, lekin to'xtamadim. Kimning qo'ngirogi bo'lsa, o'sha olsin, menga kerak emas. Orqasidan Rafiya baqirib dedi: "Hoy, Rodu, sening qo'ngiroq tushib qoldi." Men hech nima demay pastga tushdim. Xonaga qaradim, onam hali namoz o'qiyapti. Opam karavotda yuzi pastga qarab yotib, telefonga tikilgan. Akam va dadam oz xonalarida. Negadir xonaga kirgim kelmayapti. Xonaning havosi zaharli tuyulyapti. Deraza oldidagi mehmon xonasining balkoniga borib turdim. Bu yerdan osmon ancha toza ko'rinadi. To'satdan orqadan kimdir qo'limdan tortib oldi. Qochib orqaga qaraganimda Shura aka meni to'g'rilab yerga tizzasini bukdi. Chap oyog'imga qo'l uzatganida chetga surilib ketdim. U jahli bilan bir qaradi va oyog'imni mahkam ushlab, tizzasiga qo'yib, astoydil qo'ngiroqni taqib berdi. Men jim o'tiribman. Og'zimda hech qanday gap yo'q. U o'rnidan turib, jilmayib dedi: "Nega buncha jahling chiqdi? Gap-gapga jahling chiqib ketasan." Men uning gapiga javob bermay, uning yonidan o'tmoqchi bo'lganimda, qo'limdan ushlab, yana panjara bo'yiga to'xtatib qo'ydi. Panjaraga 2 qo'lini qo'yib, biroz egilib dedi: "Ket deganim bormi? Jim tur. 2 gul uchun nega bunday qizishyapsan? Qizishlikni biroz kamaytir, tushundingmi? Aks holda yonib kuyib olasan." Bu gapni aytib, bir gulni qulog'imga tiqib, qolganlarini qo'limga tutkazib dedi: "Ol, hammasi seniki." Hech nima demay, gullarni yerga tashladim. U endi sovuq nigoh bilan menga qaradi. Bir nafas olib, o'ng qo'limni qattiq mahkam ushladi. Shu payt qo'lim sindayotganday bo'ldi. Og'riqdan jonim titrayapti. Amon jimman. Bir og'iz so'z ham chiqmadi og'zimdan. Nega? Kim biladi? U endi bir qo'li bilan yuzimni mahkam ushlab dedi: "Gapir. Nega gapirmayapsan? Bu yerdagi jim turish uchun turib qo'yganman senda. Bundaydi. Nima bo'ldi? Menga nega qarayapsizlar?" Alif aka qoshlarini chimirib dedi: "Seni ko'rishga shubhali, Rodu. Ruhining yigiti bor. U o'sha tovuqqa uylanadi. Lekin sen, ammam ham uyning kichik qizi bo'lgan-ku." Uning gapidan hammaning shubhasi kuchayib ketdi. Menga xuddi boshqa sayyoradan kelganday qarashdi. Men yuzimni burishtirib dedim: "Alif aka, siz juda ko'p gapiryapsiz. Voqealarning takrorlanishi tez-tez bo'lmaydi. Shuning uchun jim bo'ling. Bema'ni ohang qilmang." Mening gapim tugashi bilan yonidan baqirib yubordi Rafiya. Hammamiz cho'chib unga qaraganimizda dedi: "Rodu, ishon. Endi men ham shubhalanyapman. Aks holda sen qanday qilib hanuz yo'q?" Men bir nima demoqchi bo'lganimda yig'layotgandek ohangda dedi: "Ya'ni Shura aka. Shura akadan boshqa sening amakivachchang yo'q. Ey mabut.
Oxir oqibat Shura aka mening kuyovim. Rafiyaning gapida atrofga go'yo chaqmoq tushdi. Pinpin jimlik. Rafiya har doim tartibsiz joyda tartibsiz gap aytadi, bu uning odati. Shu paytgacha hamma hazillashgan, buni unchalik jiddiy olmagan, lekin Rafiya buni ochiq aytdi. Hamma bir men, bir Shura akaga qarayapti. Uyat va jahlimdan yerga singib ketkim kelyapti. Shura aka shu paytgacha panjaraga suyanib, juda diqqat bilan o'ynagan edi. Bir oz vaqt o'tgach, saqich chaynagancha dedi: "Hoy, menga qarayapsizlarmi?" Adiba tezda javob berdi: "Ha, Doda aka. 21, 1, 2, 3, 4. 9 kishi." Zarif darhol Adibaning boshiga bir tarsaki tushirib dedi: "Jim eshak. Bu yerda 15 kishi emas, 10 kishi." Shura aka lablarini tishlab, qoshlarini chimirib, oyinga yanada diqqatliroq bo'ldi. Bir necha sekunddan keyin birdan dedi: "Oh shit. Daminman." Keyin telefonni yoniga qo'yib, sochlarini peshonasidan orqaga surib, ko'ylakning ustki 2 tugmasini yechib, yoqasini silkitib osmonga qarab dedi: "Bugun juda issiq. Ehtimol yomg'ir yog'adi. Bizga qarab, nima hamon menga tikilib o'tiribsizmi? Ajab. Sizning ko'zingiz yuzingizdan menga sizlarning hammangizning xotinlarinizni men olib qochib ketganday, kuyovlaringizni bozorda sotganimday. Bunaqangi qaramang, boshqa tomonga qarang. Uylanaman deb kimga shubha qilayotgan bo'lsangiz, unga qarang, sizlar menga nega qaraysizlar? Birovning kuyoviga ahmoqday tikilib o'tirasiz, uyalmaysizmi?" Uning gapiga hamma fiq etib kulib yubordi. Men boshqa tomonga o'girilib, indamay o'tiribman. Shu paytgacha yengil sovuq shamol esmoqda atrofda. Birdan Tanima opa dedi: "Doda aka, rostdan ham Rodga uylanasanmi?" Tanima opaning gapidan xafa bo'ldim. Uf, nega ular mening mavzumni tortayapti? Bu yer nega yorilmayapti? Unda uning ichiga kirib biroz qutulardim. Shura aka loqayd ohangda dedi: "Sening kelinjigingga uylanaman, Tanima." Shu payt yonidan Odut aka dedi: "Mening hech qanday opam yo'q, Shura. Kimga uylanasan?" Odut aka mening katta akam. Tanima opa bilan 2 yildan beri sevishadi. Shura aka endi qoshlarini chimirib dedi: "Yo'qmi? Qidirib ko'r, bor albatta. Uylanishni baribir sening opangga qilaman, qandaydir." Odut aka ham qoshlarini chimirdi. Keyin nimadir o'ylab, jim kulib qo'ydi. Tanima opa, opam, Rafiya va yana bir necha kishi mango qilish uchun ketishdi. Alif aka va akam bog'dagi daraxtdan mango terishga ketishdi. Odut aka va Tushar aka sigaret chekishga ketishdi. Aytganda, birin-ketin hamma 5-10 daqiqalik tanaffusga ketdi. Zarif va Adiba yugurib chiqishganda, men ham turmoqchi bo'ldim. Undan oldin qo'limdan ushlab o'tirgizishdi. Bu ishni Shura akadan boshqa hech kim qilmaganini tushunib, jahlim bilan qaradim. U hech narsa bo'lmagandek ohangda dedi: "Qayerga? Pastga ketaman, qo'lingizni bering." "Qo'lingizni ushlabmanmi?" "Oh, shit. Kechir. Lekin ushlab qo'yganimdan keyin qo'yib berishga xohlagim kelmayapti. Endi mod yo'q, tushundingmi? Biroz vaqtdan keyin eslatib qo'y. Mod bo'lsa, qo'yib beraman." Qo'limni olmoqchi bo'lganimda yana qattiqroq mahkam ushladi. Saqich chaynagancha dedi: "Bir oz ko'proq Horlicks ich, tushundingmi? Sening boying atigi 5. Men esa 6 fut 2. Sendan to'liq 1 fut 2 diyim balandroq. Mening bo'ynimga yetish uchun 3 kun kerak bo'ladi." Uning gapidan jahlim g'oyat darajada oshdi. Bir oz balandroq deya shuncha maqtanib, tishlarimni qisib dedim: "Sizning bo'yningizga yetishishni xohlamayman. Qo'lingizni bering, deyapman, aks holda tishlab qo'yaman." "Oh my god. Sen ularning to'y masalasini jiddiy qabul qilibsan. Hozir tishlashishmi?" Jahlimdan qizarib o'tiribman. U meni bila turib tuzoqqa ilintirishga urinayotganini aniq tushunyapman. Shuning uchun bu jimlik hech qanday uning tuzog'iga tushmaslik kerak. Hech qachon. Jim o'tirganimni ko'rib, jilmayib peshonasidagi sochlarini uchirib tashlab dedi: "Jinni." Keyin ko'ylak cho'ntagidan hijol gullari chiqardi. Qo'llarida qizg'ish hijol gullarini qo'limga uzatdi. Mening ushlab turgan qo'limni tizzasiga olib, qo'limga hijol gulchambarini o'ray boshladi. Shu bilan birga ovozini qaltirib she'r o'qiy boshladi. "Tingla", dedi. Men hayron bo'lib turibman. Uning ovozi aslida chiroyli, uning ustiga bu she'r. She'rning har bir satrida butun borligini tokib solgan. Meni tikilib turganimda dedi: "Uyning yonidagi hijol daraxti bor. Bugun birinchi gul ochdi unda. Bilasanmi? Gulchambar orish uchun qancha qiynalding? Barmoqlarim igna sanchigidan holdan to'ygan. Nega tikilib turibsan? Sevib qolasan, keyin uylanishni istaysan. Men juda hissiy odamman, tushundingmi? Rozi bo'lishim mumkin.
unda men butun umr qo'g'irchoq tipidagi qizga kuyov bo'lib qolaman. Shuning uchun aytaman, sevib qolib buncha katta halokat qilma. Qo'limni tortib olib dedim. Sevgi va siz? Hech qachon. Men bir ish qilay, Rafiyaga tabrikimni aytib qo'yay, u sizning sevgingizda yuribdi, uylanish istagi uyg'ongandir, albatta. Siz esa juda hissiy odamsiz, rozi bo'lasiz. Rafiya qo'g'irchoq tipidagi emas, peshonang ochildi. U gapimga jilmaydi. Sochlarini silkitib, ko'ylak yenglarini buklab dedi. Voy, rozi bo'lish ajoyib bo'lardi, tushundingmi? Lekin yonayotgan qiz, rozi bo'lish sistemasi buzilib qolgan, tushundingmi? Istagan bo'lsam ham iloji yo'q. Ruhim, kayfiyatim, tanam, hamma narsa boshqa tomonga aylanib ketgan. Bundan tashqari, onam qo'g'irchoq tipidagi kelin istaydi, uning nevaralari qo'g'irchoqda yumaloq bo'lsin. As alvays, onamning buyrug'i mening boshimda tipidagi yigitman. Shuning uchun qo'g'irchoq tipidagi qizdan boshqa qanday turmush qurman? Ko'z qisib, boshqa tomonga o'girilib o'tiraverdim. Pastdan gap ovozi kelyapti, hamma tomga qaytayotgandir. U birdaniga yuzimni og'ziga burib, ikki yonogimni qo'li bilan ushlab peshonamdan opdi. Sekin ohangda dedi: "Sochingni bog'lab ol." Bu gapni aytib, o'rnidan turib, tomning bir burchagida panjara bo'yida turdi. Quloqiga naushnik tiqib, teskari tomonga yuzlanib qoldi. Hech narsa bo'lmagandek, umuman hech narsa. Men hayron bo'lib o'tiribman. Shu orada hamma qaytib keldi. Gulchambar bog'langan qo'limni ro'mol ostiga yashirib, jim o'tiribman. Tomogim qurib koptokdek. Hammaning shovqiniga negadir qo'shila olmayapman. Ko'zlarimga tomchi-tomchi yig yigilib bormoqda. Nima yigisi? Kim biladi? To remember it, then I see my bed is empty on one side, back in the sheet, the only place I can hide.